بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inson va jinlarni faqatgina o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratgan va ularni haqiqiylarini ajratishlik uchun imtihon qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va o'zini ummatlariga haqiqiy mo'min qanday bo'lishligini hayotda ko'rsatib ketgan mo'minlarni ustozi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey iymon keltirgan mo'minlar, Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar va faqatgina musulmon bo'lgan holingizda vafot qilinglar deydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda mo'minlarga xitob qilib aytayaptiki, haqiqiy bo'lsin taqvoinglar, qo'rqishinglar va to vafot qilguninglarcha islomda sobit o'tinglar deydi. Ya'ni haqqi bo'lsin, til uchida, ko'rinishda bo'lmasin deydi. Albatta bilamizki, har bir narsani bir ko'rinishi, surati va bir haqiqati, mazmuni bo'ladi. Ular o'rtasida juda katta farq bor. Buni barchamiz orasini ajrata olamiz. Misol uchun sun'iy qilib yasalgan mevalar. Ular ko'zga olma, anor, uzum, shaftoli va boshqalar kabi ko'rinadi. Rangida, shaklida, tashqi qiyofasida chinakamga o'xshaydi. Lekin haqiqatda esa umuman boshqa narsa. Ta'm, lazzat umuman ajratib turadi. Yana bir misol, muzeylarda turli xil hayvonlar, yovvoyi va uy hayvonlari bor. U yerda sher, yo'lbars, fil, ayiq, yirtqich qushlar ham bo'ladi. Ularni har biri xuddi hayotdagidek qo'rqinchli ko'rinadi. Lekin ularni bari faqat o'lik jasadlar. Hech qanday harakat yo'q, faqatgina surat. Paxta va tolalardan to'ldirilgan o'lik jasadlar. Rasm kuchli va haybatli tuyulsa ham, haqiqat uni yengadi. Agar sher paxta va tolalardan to'ldirilgan o'lik jasad bo'lsa, u holda uni kichkina bir bolakay ham yiqita oladi. Xuddi shunday iymon, islom, taqvo, bularni hammasini haqiqati bor. Musulmonman dedingizmi, namoz o'qishingiz kerak, ro'za tutishingiz kerak, zakot berishingiz kerak. Musulmonman desangiz-u, namoz o'qimasangiz, ro'za tutmasangiz, siz haqiqiy bo'lmaysiz. Mo'minman dedingizmi, g'aybga, ko'zingiz bilan ko'rmagan narsalarga, ya'ni ishonishingiz kerak. Jannat, do'zax, qazo, qadar va hokazo. Mo'minman desangiz-u, taqdiringizdan nolib yursangiz, boshingizga bir mushkula tushib qolsa, hammani ayblab, norozi bo'lib yursangiz, iymon haqiqiy bo'lmaydi. Alloh taolo bu imtihon hayotini abas, behudaga yaratmagan. Oqibat jiddiy, yoki abadiy jannat yoki abadiy jahannam. Shuning uchun talab ham jiddiy. Oyat karimada aytadi: "Walau aradul khuruja la'addu lahu udda." Agar ular haqiqatdan jangga chiqishni xohlashganida, unga tayyorgarlik ko'rgan bo'lishardi deydi. Ya'ni jihodga chiqaman degan odam haqiqiy bo'lsa maqsadi, unga tayyorgarlik ko'radi. Nima qilish kerak bo'lsa qiladi. Qurol aslaha olish kerak bo'lsa oladi yoki biron bir masofaga borish kerak bo'lsa boradi. Demak, har bir narsani haqiqati bor. Mushriklar nima uchun la ilaha illalloh kalimasini aytishdan bosh tortishgan? Chunki ular uni haqiqatini tushunishgan. Zamirida nima yotganligini, shunchaki og'iz bilan aytib qo'yiladigan bir gap emasligini yaxshi bilishgan. Alloh taolo behudaga Qur'onda iymon kalimasini toyib bir daraxtga o'xshatmagan. Aytadiki: Alam taro kayfa zaraballohu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha sabitun va far'uha fis sama. Ko'rmaysizmi? Alloh taolo iymon kalimasiga qanday misol keltirganini. U pokiza so'z xuddi pokiza asl daraxt kabidir. Ildizi yerda mustahkam, shoxlari esa osmondadir deydi. Ya'ni mana bu kalimani asli, ildizi qalbingizda va tilingizda bo'lsa, shoxlari a'zolaringizda, hayotingizda ko'rinishi kerak. Shunda haqiqiy bo'ladi. Faqatgina tilda aytib qo'yilsa, oddiy bir suratga o'xshab qoladi. Sahobalar risolatni juda yaxshi tushunishgan
va uni haqiqatini hayotlarida ko'rsatib berishgan. Ular bu risolat shunchaki og'izda aytib qo'yib, xohlaganini qilib yuradigan bir bekorchi narsa emasligini yaxshi bilishgan. Bu jiddiy narsa ekanligini va jiddiy qurbonlik talab qilishini yaxshi tushunishgan. Misol uchun ular aytishardiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni barcha narsadan, hattoki o'zimizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'ramiz deyishardi. Hubayb radhiyallohu anhu: mushriklar uni o'ldirish uchun Makkada o'rtaga olib chiqishadi. Uni tomosha qilish uchun katta-yu kichik hamma yig'iladi. Uni masxaralab, kalaka qilib, daraxtga bog'lab qo'yib, qattiq azoblashadi. Va undan so'rashadiki, hozir seni o'rningda Muhammad bo'lib, sen uyingda bola chaqangni oldida bo'lib qolishingni xohlarmiding deyishganida aytadiki, Allohga qasamki, men uyimda bo'lib Rasulullohga bitta tikon kirishligiga rozi bo'lmayman deydi. Bu hali boshiga hech qanaqa xatar kelmasdan turib, jasadida biror bir alamni totmasdan turib emas, azobni eng dahshatlarini totib turgan paytida himoya qiladigan hech kim yo'q, bir o'zi butun bir shahar aholisini oldida zaif bo'lib, o'lim yoqasida turgan holatida aytayapti. Endi Rasulullohning sunnatlari poymal qilinayotganida Rasululloh sizni sog'indik deb ko'z yosh to'kib, qasidalarini aytishib, ho'ng-ho'ng yig'layotganlar davolarini haqiqatiga bir qarab qo'ysin. Suhayb Rumi radhiyallohu anhu Madinaga hijrat qilib ketayotganida mushriklar yo'lini to'sib, bu yerga kelganingda hech vaqoing yo'q edi. Bu yerda sen boyliklarni to'plading, shularni olib ketmoqchimisan? Biz bunga hech qachon yo'l qo'ymaymiz deyshadi. Suhayb radhiyallohu anhu aytadi, shu boyliklarimni bersam o'z holimga qo'yasizlarmi deydi. Ha deyishadi. Boyliklarini hammasini berib o'zi yo'lida davom etadi. Hech narsa yutkazmagandek, balki foyda ko'rgan insondek xotirjam ketadi. Abu Salama radhiyallohu anhu ayoli bilan bolasini olib hijrat qilib chiqib ketayotganida Banu Mughira qavmini kishilari uni ko'rib qoladi va bizni qizimizni olib ketmaysan deb ayolini majburan olib qolishadi. Buni ko'rib Banu Abdul Asad qavmi o'g'limizni olib ketmaysan deb o'g'lini qo'lidan yulib olib qolishadi. Mana shu yerda ayol va farzand muhabbati bilan islomning haqiqati to'qnash keladi. Abu Salama radhiyallohu anhu ayoli va o'g'lini Allohga topshirib, yolg'iz o'zi yo'lida davom etadi. Madinaga hijrat qiladi. Quruq surat shu narsaga qodir bo'ladimi? Iymoni faqatgina surat bo'lgan kishi aqidasi va dini yo'lida ayol va farzandidan kechib keta oladimi? Abu Talha radhiyallohu anhu bir kuni bog'ida namoz o'qib tursa, shu payt bog'iga bir qush kirib qoladi va daraxtlarni orasidan chiqa olmay qoladi. Shunda Abu Talha qush va bog'ini daraxtlari haqida xayol surib qoladi. Namozini tugatgandan keyin mana bu namozini haqiqatidan chalg'itganligi uchun bog'ini shundoqqina Allohning yo'lida ehson qilib yuboradi. Yarmuk jangida sahobalar 3000 kishi bo'lishadi. Rum askarlari bo'lsa 200 ming. 200 ming kishi 3000 kishini yengisha olmaydi. Chunki sahobalar 3000 ta bo'lsa ham haqiqiy mu'minlar edi. Kofirlar 200 ming ta bo'lsa ham, lekin ular haqiqati yo'q bir surat edi. Chunki surat boshqa narsa, haqiqat boshqa narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablari iymonning haqiqatini ustidaydilar. Ular la ilaha illalloh deyishdimi, Allohdan boshqa iloh yo'q deb e'tiqod qilishardi, ishonishardi. Allohdan boshqa Rob yo'q, undan boshqa rizq beruvchi yo'q deb. Undan boshqa hech kim zarar ham foyda ham bera olmaydi va yer va osmon hokimligi uni qo'lidaligiga ishonishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablari iymonning haqiqatini ustidaydilar. Ular la ilaha illalloh deyishdimi, Allohdan boshqa iloh yo'q deb e'tiqod qilishardi, ya'ni ishonishardi. Allohdan boshqa Rob yo'q, undan boshqa rizq beruvchi yo'q deb, undan boshqa hech kim zarar ham foyda ham bera olmasligiga va yer va osmonning hokimligi uni qo'lidaligiga ishonishardi. Nusrat faqat Allohdan ekanligiga ishonishardi. Shuning uchun ular shijoatli edi. Dushmandan qo'rqishmas edi, o'limdan qo'rqishmas edi va biror bir malomatchini malomatidan qo'rqishmas edi. Qachonki mu'minlar haqiqiy bo'lishganida g'alaba qilishgan. Rasulullohning ashablari shunaqa bo'lishgan. Ulardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni turinglar kengligi osmon bilan yercha bo'lgan jannatlarga shoshilinglar deganini eshitganida qo'lida yeb turgan xurmosini buni yegunimcha umr cho'zilib ketadi deb yerga uloqtirib kofirlar tomonga qarab yuradi. Jang qiladi va shahid bo'ladi. Har qachon islom surat emas,
haqiqiy bo'lganida musulmonlar g'olib bo'lgan. Alloh taolo aytadiki: "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin." Xafa bo'lmanglar, g'amgin ham bo'lmanglar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, sizlar g'olibsizlar deydi. Ya'ni mana bu yerda haqiqiy bo'lishlikni shart qiladi. Agarda hozir islom mag'lub bo'layotgan bo'lsa, u islomning surati. Odamlar o'ylab qolmasinki, islom mag'lub deb. Yo'q, islom agar mu'minlar haqiqiy islomni hayotlarida mujassam qilishsa, islom hech qachon mag'lub bo'lmagan. Alloh subhanahu va taolo iymonning haqiqatini bizlarga bildirsin. Mazlumlarga o'zi najot bersin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.